tarmoqlari orqali bizani shaxsiy ma'lumotlarimiz o'g'irlanmoqda. Shahlo Salayeva firibgarlar tomonidan aldandimi? Aslida bunday emas. Agarda mabodo telegramlaringizda fayl ko'rinishida yoki rasm, taklifnoma, sudga chaqiruv. Ammo qo'shiqchi Shahlo Salayeva bugungi kunda internetda ko'payib borayotgan firibgarlik usullari haqida barchani ogohlantirish maqsadida video murojaat bilan chiqdi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Va shunga o'xshash fayllar bilan, rasmlar bilan, ssilkalar orqali telegramlaringizga hujumlar bo'lsa, aynan yaqin insonlaringiz tomonidan qarz so'ralishi mumkin. Uning aytishicha, hozirgi kunda Instagram, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxslar turli xil havolalar va fayllar orqali soxta xabarlar tarqatib, insonlarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritishga urinmoqda. Shu sababli Shahlo Salayeva hech qachon begona odamlardan kelgan fayl yoki havolalarni ochmaslik, shaxsiy ma'lumotlarni hech kimga bermaslik va internetdan foydalanishda doimo hushyor bo'lishga chaqirdi. Instagramlaringizni va telefoningizdagi barcha ma'lumotlarni himoya qilishga harakat qilishlaringizni. Siz ham internetdagi har qanday xabarga ishonib ketmang. Birgina noto'g'ri bosilgan havola shaxsiy ma'lumotlaringiz yoki ijtimoiy tarmoq sahifalaringizni yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin. Bu borada fikringiz qanday? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Barchaga assalomu alaykum. Sizlarga muhim xabar bilan murojaat etib chiqayotirman. Agarda mabodo telegramlaringizda fayl ko'rinishida yoki rasm, taklifnoma, sudga chaqiruv va shunga o'xshash fayllar bilan, rasmlar bilan, ssilkalar orqali telegramlaringizga hujumlar bo'lsa, aynan yaqin insonlaringiz tomonidan qarz so'ralishi mumkin yoki eng yaqin insonlaringizni Telegram sahifasidan yozishlari mumkin sizlarga. Har holatda ham fayllarni ochmang, ssilkalarga girmang, o'zlaringizni Instagramlaringizni va telefoningizdagi barcha ma'lumotlarni himoya qilishga harakat qilishlaringizni so'rab qolamiz, chunki bu juda ham muhim. Hozirgi kunda juda ko'plab Telegram tarmoqlari orqali bizani shaxsiy ma'lumotlarimiz o'g'irlanmoqda, kartalarimizdagi pullar yechilmoqda va xalqimizni ogoh qilish maqsadida hozirgi ma'lumotlarni berib o'tdim.